Do'stlar, bugungi ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Bu gap faqat tadbirkorlarga yoki faqat pensionerlarga emas, deyarli har bir oilaga, har bir karta egasiga kommunal to'lov qiladigan, kredit to'laydigan, nafaqa oladigan, ijara beradigan yoki davlat xizmatlaridan foydalanadigan odamlarga tegishli. Men sizga 11 iyulgacha nimalarni tekshirib qo'yish kerakligini, iyul oyidan boshlab qaysi o'zgarishlar odamlarning cho'ntagiga, hujjatlariga va kundalik xarajatlariga ta'sir qilishini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim joyi shunda. Ko'pchilik odamlar o'zida muammo borligini jarima chiqqandan, to'lov oshgandan yoki nafaqa kechikkandan keyin biladi. Hozir esa oldindan tekshirib keraksiz xarajatdan qochish mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki men shunday mavzularni doim amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Avval ko'p narsa qog'oz orqali mahalla, bank, soliq idorasi yoki kommunal tashkilotga borib aniqlanardi. Odam biror qarzi bor yoki yo'qligini bilmoqchi bo'lsa, alohida joyga borardi. Imtiyoz, nafaqa, subsidiyaga ariza topshirmoqchi bo'lsa, hujjatlarni yig'ib navbat kutardi. Kredit bo'yicha to'lov karta bloklanishi. Soliq qarzi yoki kommunal hisob-kitob ham ko'pincha keyin bilinar edi. Endi vaziyat boshqacha. Davlat xizmatlari, soliq, bank, kommunal to'lovlar va ijtimoiy yordam bo'yicha ma'lumotlarning katta qismi elektron bazalarda tekshiriladi. Bu qulay. Lekin bitta muhim tomoni bor. Tizim sizni noto'g'ri qarzdor, noto'g'ri egasi, noto'g'ri manzilda yashovchi yoki noto'g'ri daromadli shaxs sifatida ko'rsatishi mumkin. Natijada imtiyoz chiqmaydi. To'lov noto'g'ri hisoblanadi, ariza rad bo'ladi yoki eski qarz ustiga penya qo'shiladi. Shuning uchun 15 iyulgacha men har bir tomoshabinga kamida 4 ta narsani tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Kommunal hisob-kitoblar, soliq va jarimalar, bank va kredit majburiyatlari, ijtimoiy to'lovlar hamda shaxsiy ma'lumotlar. Bu sanani shunchaki keyin qilaman deb o'tkazib yubormang. Chunki iyul oyida ko'p tashkilotlar yarim yillik hisob-kitoblarni yangilaydi, qarzdorliklarni qayta ko'rib chiqadi. Ayrim xizmatlar bo'yicha avtomatik eslatmalar va cheklovlar kuchayadi. Birinchi o'zgarish, kommunal to'lovlar bo'yicha nazorat kuchaymoqda. Elektr, gaz, suv, chiqindi va issiqlik bo'yicha qarzdorliklar endi ko'proq elektron tizimlar orqali ko'rinadi. Avval odam men to'laganman, chek uyda bor deb yurishi mumkin edi. Endi esa tizimda to'lov aks etmagan bo'lsa, sizning qo'lingizdagi chek ham alohida tekshiruv talab qiladi. Masalan, bir oila elektr uchun oyiga bitta xato 1000 so'm to'laydi. Lekin hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida kiritilmagan yoki eski qarz 95 ming so'm bo'lib qolgan. Oila buni sezmaydi. 3 oy o'tgach, qarz 95 ming emas, penya va joriy to'lovlar bilan 6000-7000 ming so'm bo'lib ko'rinishi mumkin. Odam qayerdan chiqdi bu qarz deb hayron bo'ladi. Aslida muammo 10 daqiqalik tekshiruv bilan oldin olish mumkin bo'lgan narsadan boshlangan. Ikkinchi o'zgarish, soliq va majburiy to'lovlar bo'yicha elektron xabarnomalar jiddiyroq ahamiyatga ega bo'lyapti. Uy-joyi, yer uchastkasi, ijaraga berilgan xonadoni, kichik biznesi yoki yakka tartibdagi faoliyati bor odamlar soliq kabinetini tekshirib turishi kerak. Ko'pchilik men tadbirkor emasman, menga tegishli emas deb o'ylaydi. Lekin sizning nomingizda uy, yer, avtomobil yoki ijara shartnomasi bo'lsa, bu sizga bevosita tegishli. Masalan, Toshkentda bir insonning nomida eski hovli bor, o'zi boshqa joyda yashaydi. U yillar davomida soliq xabarnomasini ko'rmagan, chunki manzil o'zgargan, telefon raqami eski bo'lgan. Keyin birdaniga soliq qarzi, penya va majburiy undirish haqida xabar keladi. Odam aslida boyib ketgani uchun emas, shunchaki ma'lumotlarni vaqtida tekshirmagani uchun muammoga tushadi. Uchinchi o'zgarish, bank kartalari, kreditlar va mikroqarzlar bo'yicha shaffoflik oshmoqda. Bu yaxshi narsa, lekin e'tiborsizlik qilgan odam uchun xavfli. Siz biror ilova orqali kichik qarz olgan bo'lsangiz, muddatli to'lovga telefon, texnika yoki mebel olgan bo'lsangiz, hatto bu 1000 so'mlik kechish ham kredit tarixingizga ta'sir qilishi mumkin. Keyin uy olish, avtomobil olish yoki biznes uchun kredit so'raganingizda rad etildi degan javob olasiz. Mana oddiy misol. Bir yigit telefonni bo'lib to'lashga oldi. Oylik to'lov 1,20 ming so'm. Bir oyda 6 kun kechikdi. Lekin kredit tarixida kechikish belgisi qoldi. Oradan bir yil o'tib, u ipoteka uchun ariza berdi. Bank unga daromadingiz yetadi, lekin kredit intizomingizda kechikish bor dedi. Bu holatda muammo katta qarz emas,
intizomning buzilgani bo'ldi. Shuning uchun 25 iyulgacha barcha kreditlar, bo'lib to'lash shartnomalari va qarz ilovalarini tekshirib chiqing. 4-o'zgarish nafaqa, subsidiya va ijtimoiy yordamlar bo'yicha ma'lumotlar avtomatik tekshirilmoqda. Kimdir men kam ta'minlanganman, menga yordam chiqishi kerak dedi. Lekin tizimda uning nomida avtomobil bor. Yoki ish joyi eski ma'lumotda faol ko'rinadi, yoki oila tarkibida xatolik bor. Natijada ariza rad bo'ladi. Ba'zan inson haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'ladi, lekin bazadagi noto'g'ri ma'lumot sabab yordam olmaydi. Masalan, ayol 2 farzandi bilan yashaydi, turmush o'rtog'i bilan alohida. Ariza beradi, lekin oilaviy tarkibda eski ma'lumotlar turgani uchun daromad noto'g'ri hisoblanadi. Yoki nafaqadagi ota-onaning nomida allaqachon sotib yuborilgan mashina bazada haligacha ko'rinadi. Tizim shuni mulk deb oladi. Bunday holatda odam shikoyat qilishdan oldin hujjatlarni tartibga solishi kerak. Birinchi navbatda uy, joy yoki yer egasi bo'lganlar tekshirsin. Uy siz yashayotgan joy bo'lishi shart emas. Meros bo'lib qolgan uy, qishloqdagi hovli, bo'sh turgan yer, nomingizda qolib ketgan obyekt ham hisobga olinadi. Agar nomingizda mulk bo'lsa, soliq va kommunal qarzdorlik sizga bog'lanishi mumkin. Ikkinchi navbatda kredit, mikroqarz yoki bo'lib to'lash shartnomasi borlar tekshirsin. Oylik to'lovlar sanasini, qolgan qarzni. Penya bor yo'qligini karta orqali avtomatik yechib olish yoqilgan-yoqilmaganini ko'ring. Ba'zan odam karta almashtiradi, eski karta yopiladi, avtomatik to'lov ishlamay qoladi. Bank esa buni to'lov qilinmadi deb ko'radi. Uchinchi navbatda pensiya, nafaqa, bola puli, moddiy yordam yoki subsidiya oladiganlar tekshirsin. Pasport ma'lumotlari, telefon raqami, bank kartasi, yashash manzili, oila tarkibi o'zgargan bo'lsa, bu to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa karta muddati tugagan bo'lsa, pul tushmay qolishi yoki qaytib ketishi mumkin. 4-chi, navbatda ijaraga uy beradiganlar va ijarada yashaydiganlar e'tiborli bo'lsin. Ijara shartnomasi rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin nizo chiqqanda isbotlash qiyin bo'ladi. Uy egasi soliq masalasida muammoga tushishi mumkin. Ijarachi esa vaqtincha ro'yxat, farzandni bog'cha yoki maktabga joylashtirish. Subsidiya olish kabi masalalarda qiynaladi. 5-navbatda avtomobil egalari tekshirsin. Jarimalar, sug'urta muddati, texnik ko'rik, ishonchnoma va eski jarimalar ko'pincha odamning esidan chiqadi. Bitta bilet 1000 so'mlik jarima vaqtida to'lanmasa, keyin boshqa xarajatlar bilan birga ancha og'ir tuyuladi. Agar sizda kredit bo'lmasa, nomingizda mulk bo'lmasa, barcha kommunal to'lovlar muntazam to'lanayotgan bo'lsa, nafaqa yoki subsidiya olmayotgan bo'lsangiz, albatta katta xavotirga tushish shart emas. Lekin baribir shaxsiy ma'lumotlarni tekshirish zarar qilmaydi. Chunki ko'p muammolar odam o'ylamagan joydan chiqadi. Eski telefon raqami, noto'g'ri manzil, yopilmagan bank hisobvarag'i, siz bilmagan eski qarz yoki nomingizda qolib ketgan mulk. Men odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Men atamoqchi bo'lgan narsa oddiy. Hozir tekshirsangiz, muammo kichik bo'ladi. Keyin bilsangiz, muammo qimmatga tushadi. 25 iyulgacha aynan shuning uchun vaqt bor. Birinchi, nozik joy, to'lov qildim degani tizimda yopildi degani emas. Siz bank ilovasi orqali to'lov qilgan bo'lishingiz mumkin. Lekin xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bazasida u kech aks etishi yoki noto'g'ri hisobga tushishi mumkin. Shuning uchun faqat pul yechildi degan SMS ga qarab xotirjam bo'lmang. Xizmatning o'z tizimda qarzdorga tushganini tekshiring. Ikkinchi nozik joy, eski qarzlar ko'pincha kichik summadan boshlanadi. 20 ming, 40 ming, 50 ming so'm odamga katta ko'rinmaydi. Lekin shu qarz ustiga penya xizmat to'lovi, yangi davr to'lovi qo'shilib boradi. Ayniqsa kommunal va kreditda kechikishlar to'planib qolsa, keyin uni birdaniga to'lash qiyin bo'ladi. 3-nozik joy, qarindosh nomidagi hujjatlar. Ko'p oilalarda uy otaning nomida, kommunal shartnoma onaning nomida, kartaga pul farzandning telefon raqami orqali keladi. Bu hayotda odatiy holat, lekin rasmiy jarayonda chalkashlik tug'diradi. Agar egasi boshqa, foydalanuvchi boshqa bo'lsa, hujjatlar mos kelishini tekshirib qo'yish kerak. 4-nozik joy, telefon raqami. Hozir ko'p xabarnoma SMS yoki ilova orqali keladi. Agar eski raqamingiz yopilgan bo'lsa, boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa yoki bankda boshqa raqam turgan bo'lsa, muhim xabarni ko'rmay qolishingiz mumkin. Bu ayniqsa bank, soliq, davlat xizmatlari va kommunal tizimlarda muhim. 5-nozik joy, firibgarlik. Muhim o'zgarishlar bo'lgan paytda firibgarlar ham faollashadi. 25 iyulgacha ma'lumotingizni
yangilang, Aqso'da karta boklanadi deb qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini aytmang. Pasportingiz suratini begona odamga yubormang. Rasmiy ma'lumotni faqat rasmiy ilova. Rasmiy sayt yoki shaxsan davlat xizmatlari markazi orqali tekshiring. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, telefoningizdagi bank ilovasiga kiring va barcha kredit bo'lib to'lash. Avtomatik to'lovlarni tekshiring. Qolgan summa, keyingi to'lov sanasi kechikish bor yo'qligi, karta muddati tugamaganini ko'ring. Agar to'lov sanasi 25 yilgacha bo'lsa, uni oldindan yopib qo'ygan ma'qul. Ikkinchi qadam. Kommunal to'lovlarni tekshiring. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, chiqindi va boshqa xizmatlar bo'yicha shaxsiy hisob raqamlarini ochib ko'ring. Hisoblagich ko'rsatkichlari to'g'ri kiritilganmi? Oxirgi to'lov aks etganmi? Qarzdorlik bormi? Shularni alohida yozib chiqing. Agar farq topsangiz, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling va cheklarni tayyorlab qo'ying. Uchinchi qadam. Soliq majburiyatlarini tekshiring. Nomiga uy, yer. Avtomobil yoki tadbirkorlik faoliyati bor odam soliq kabinetini ko'rishi kerak. Agar elektron kabinetdan foydalanishni bilmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Pasport yoki ID karta, telefon raqami, mulkka oid hujjatlar va oldingi to'lov cheklari yo'lingizda bo'lsin. 4-qadam, jarimalarni tekshiring. Avtomobil jarimalari, ijro hujjatlari, sud yoki majburiy undirish bilan bog'liq xabarlar bor yo'qligini aniqlang. Ba'zan odam mashinani ishonchnoma bilan bergan bo'ladi. Jarima esa egasining nomiga keladi. Shuning uchun mashinani men haydamagan degan gap keyin alohida isbot talab qiladi. 5-qadam, ijtimoiy to'lovlar oladiganlar ma'lumotlarini yangilasin. Pensiya yoki nafaqa kartasi ishlayaptimi? Karta muddati tugamaganmi? Pasport almashtirilgan bo'lsa, bankka va tegishli tashkilotlarga yangisi kiritilganmi? Yashash manzili to'g'rimi? Bularni tekshiring. Agar bola puli yoki moddiy yordamga ariza berayotgan bo'lsangiz, oila tarkibi, nikoh, ajrim, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, daromad ma'lumotlari tartibda bo'lishi kerak. 6-qadam, hujjatlarni bitta joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, JSHR raqami, kadastr hujjati, kommunal shaxsiy hisob raqamlari, bank kartasi ma'lumotlari, to'lov cheklari, ijara shartnomasi, kredit shartnomasi, sug'urta polisi va kerakli guvohnomalarni alohida papkaga joylang. Qog'oz shaklida bo'lsa yaxshi, yerimagan. Telefoningizda surat yoki PDF shaklida ham saqlang. 7-qadam, murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar qarzdorlik noto'g'ri chiqsa, iltimos, tekshirib bering deb yozma ariza qoldiring. Arizada ism, familiyangiz, JSHR, telefon raqamingiz, manzilingiz, muammo mazmuni, qaysi sana va qaysi to'lov haqida gap ketayotganini aniq yozing. Chek, skrinshot, shartnoma nusxasini ilova qiling. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki muhrni oling. 8-qadam, har bir javobni saqlang. SMS, ilova xabari, elektron pochta, ariza raqami, chek, skrinshot, bularning hammasi keyin isbot bo'ladi. Ko'p odamlar aynan shu joyda yutqazadi. To'lagan, borgan, gaplashgan, lekin isbot yo'q. Rasmiy jarayonda esa isbot juda muhim. Birinchi misol, pensioner onaxon pensiyasini har oy kartadan oladi. Iyulda pul tushmay qoldi. Sababini so'rasa, kartaning muddati tugagan, yangisi olingan, lekin ayrim tizimlarda yangilanish kechikkan. Agar u 15 yilgacha bankka borib, kartani tekshirtirsa, pasport ma'lumotlarini yangilatsa, pul kechikmay tushadi. Aqsolda bir necha kun yoki haftalab ovora bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, yosh oila ijara uyda yashaydi. Farzandini bog'chaga joylamoqchi, lekin vaqtincha ro'yxat va ijara shartnomasi tartibda emas. Uy egasi shartnoma qilmaymiz deydi. Keyin oila davlat xizmatida qiynaladi. Agar ular oldindan uy egasi bilan gaplashib shartnomani rasmiylashtirsa, ko'p masala osonlashadi. Bu faqat soliq uchun emas, ijarachining o'z huquqi uchun ham kerak. 3-misol, kichik do'kon egasi terminal orqali savdo qiladi, lekin soliq kabinetiga kam kiradi. Yarim yillik aylanma, ijara xodim ma'lumotlari va hisobotlarda tafovut bo'lsa, keyin savollar tug'iladi. Agar tadbirkor 15 iyulgacha buxgalteri bilan o'tirib hisobotlarni tekshirsa, xatoni oldindan tuzatadi. Keyin jarima yoki tekshiruv kelganda bilmagan edim deyish foyda bermaydi. 4-misol, avtomobil egasi mashinasini qarindoshiga bergan, jarima keladi. Lekin telefon raqami eski bo'lgani uchun xabarni ko'rmaydi. Bir necha oy o'tib qarz kattalashadi. Agar u hozir jarimalar bazasini tekshirsa, kim haydaganini aniqlasa,
sug'urta va ishonchnomani tartibga keltirsa, ortiqcha muammo kamayadi. 5-misol, fuqaro subsidiya olish uchun ariza beradi. O'zini haqiqatan ehtiyojmand deb biladi. Lekin tizimda uning nomida eski avtomobil bor. Avtomobil allaqachon sotilgan, lekin rasmiylashtirish oxirigacha tugamagan. Ariza rad bo'ladi. Demak, yordam olishdan oldin mulk, oila tarkibi va daromad ma'lumotlarini tekshirish kerak. Men sizga oddiy ro'yxat beraman. Bugunoq daftar yoki telefon eslatmasiga yozing. 1-kommunal qarzlar, 2-soliq qarzlari, 3-kredit va bo'lib to'lash sanalari, 4-bank kartasi muddati, 5-jarimalar, 6. Pasport va telefon raqami yangiligi, 7-ijtimoiy to'lovlar uchun oila tarkibi, 8 ijara yoki mulk hujjatlari. Har bir band yoniga tekshirildi, muammo bor, ariza berildi, hal bo'ldi deb belgi qo'ying. Shunda ish boshingizda aralashib ketmaydi. Men amaliyotni ko'p ko'rganman. Odamda muammo bitta bo'lmaydi. 3-4 ta mayda narsa birlashib katta bosim beradi. Ro'yxat esa masalani tartibga soladi. Agar sizga kimdir qo'ng'iroq qilib, men bankdanman, men soliqdanman, men davlat xizmatidanman desa, shoshilmang. Rasmiy xodim sizdan SMS kod so'ramaydi. Rasmiy xodim kartangizdagi barcha raqamlarni, amal qilish muddatini va maxfiy kodni so'ramaydi. Shubhali havolalarga kirmang. Hamma narsani o'zingiz rasmiy ilova yoki rasmiy idora orqali tekshiring. Agar qarz chiqqan bo'lsa, vahima qilmang. Avval qarzning manbasini aniqlang. Qaysi davr, qaysi xizmat, qaysi shartnoma bo'yicha keyin cheklarni solishtiring. Agar qarz haqiqiy bo'lsa, to'lov rejasini tuzing. Agar noto'g'ri bo'lsa, yozma e'tiroz bering. Eng yomon yo'l ko'rmaganga olish. Chunki tizimdagi qarz o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Agar arizangiz rad bo'lsa, rad etish sababini so'rang. Rad bo'ldi degan umumiy gap yetarli emas. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi ma'lumot mos kelmadi? Qaysi bazada xato bor? Shuni aniqlang. Sababni bilsangiz, yechim ham topiladi. Bugungi asosiy gapim shuki, 11 yilgacha o'zingizga tegishli moliyaviy va rasmiy ma'lumotlarni tekshirib qo'ying. Kommunal to'lovlar, soliq, kredit, jarima, nafaqa, subsidiya, ijara, bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlar, bularning har biri oilaviy budjetga ta'sir qiladi. Hozir 20-30 daqiqa vaqt ajratsangiz, keyin minglab yoki millionlab so'mlik muammodan qochishingiz mumkin. Men ekspert sifatida sizga eng amaliy maslahatni aytaman. Hammasini oxirgi kunga qoldirmang. Bugun bitta bandni, ertaga ikkinchisini, indinga uchinchisini tekshiring. 15 iyulgacha hujjatlaringiz tartibda, qarzlaringiz aniq, to'lovlaringiz nazoratda bo'lsin. Sizda hozir qaysi masala eng ko'p savol tug'diryapti? Kommunal to'lovmi, soliqmi, kreditmi yoki nafaqa va subsidiya masalasimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan mavzularni alohida tushuntiraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini, huquqini va vaqtini himoya qiladi.